Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana bitta Yevroremont mebel texnikali xonadonimizga kelganmiz. 4 etajli uyimizning ikkinchi etajida joylashgan. 3 tepa 15-kvartalga qaraydi bu taraf. Tashqari atmosferasini ko'rsatib o'tib ketaman. Bolalar o'yingohlari, maktab, bog'cha shundoq yonida. Yo'l yuziga bitta liniya, bu ham bitta ikkita liniya shundoq ichkariga kiriladi. Yo'l yuziga uzoq emas. Transport hamma narsalik yaqin. Bu tarafda Safiya zavodi bor. Shirinlik chiqaradigan. Bu tarafda Zhukovskiy banisiga yaqin. Joylari ham juda qulay lokatsiyada joylashgan. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Oxirida narxlari bilan tanishtirib o'tib ketaman. Narxlari ham juda shikara narxda qo'yganmiz. Bu uyimiz Tarsovoy emas. Shunisiga qarab e'tibor berib qo'yinglar. Tarsovoyda joylashmagan. Uyimiz issiq xonadon, lokatsiyasi ham juda zo'r. Telegram kanalga o'tsanglar, lokatsiyasini ham tashlab qo'yganman kanalimga. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xonadonimizga ham kirib oldik. Kirish uchun shunaqa koridor, Yevroremont qilib qo'yilgan xonadonimiz. Bu yoqda hojatxona joylashgan. Hojatxona bilan sanuzil alohida joylashtirilgan, razdelniy. Bu yoq sanuzildagi bitovoy texnikalari ham qoladi. Bu yoq taraf zalimizda mana shunaqa mexki mebellar qilib qo'yilgan. Bu yerda televizorlari, konditsionerlari, pardalar ilib qo'yilgan. Uyimizning balkoni 1,5 ga 6 balkon. Bu yoqda oshxonaga o'tiradigan, ovqatlanadigan joy qilib qo'yishgan, chiroyli qilib, akkuratni yashashgan ekan. Bu yoq 1,5 ga 6 balkonimizni oshxona joyi, oshxona qilib qo'yishgan. Bu yoq tashqari fasadlari. Bu xonamizga keladigan bo'lsak, bu xonamizda esa spalni ko'rib turibsizlar, hamma mebel jihozlari bor. Mebel texnikalari, spalnilari, pardalar ham ilib qo'yilgan. Ikki tarafga qaragan uyimizda skvoznoy ichma-ich hisoblanadi, lekin uyimizda yaxshi o'tiblyonli xonadon. Tarsovoy emas, o'rtada joylashgan. Bu uyimizni ipotekaga bermaymiz, faqat naqdga, lekin sun'atga o'tib beradigan joylarimiz ham bor. Narxi ham kelishtirilgan holda qo'yib qo'yibmiz. Pastda nomerlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Narxi keladigan bo'lsa $64,500. Narxini savdosi bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.